TTV telekanal hamda TTV musiqa telekanallari namoyish etadi. Jonli efirda jonli ijro. Odamlarning soxtaligi hayolingni buzar ekan, so'zlarining yolg'onligi qalblaringni o'yar ekan. Ming otliqlar eli Hazarasning suyukli xonandasi. Yıkılmasın yigit kishi bu hayot sening ovlarida, sevgan yoring tashlab ketsa yuzing yerga qarar ekan. Xorazm san'atini yosh ijodkor vakillaridan Shohruxbek O'rinov jonli efirda jonli ijro dasturining navbatdagi mehmoni. Sochlaringni qirq o'rim, gaplaring duzim, marka bilaklaringni görüp kamaştı gözü. Ko'rsatuv 17-may 21:15 da to'g'ridan to'g'ri efirga uzatiladi. O'tkazib yubormang.